Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Dünya imtihon azizlar. İnsonda turli tuman imtihonlar qilishligini ko'p joyda Alloh aytgan. Hammasi imtihon. Bu dunyo mashaqqat ustiga qurilgan. Hayron bo'lmang azizlar. Axir boy, badavlat, baxtli, saodatli yashayotganlar bor-ku, qani ularning mashaqqat? Boy bo'lishlik ham bir sinov, kambag'al bo'lishlik ham bir sinov, sog'lom bo'lishlik ham sinov, bemor bo'lishlik ham sinov. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Banda bu sinovlar va mashaqqatlardan qachon tin oladi o'zi? Qachon rohatga erishadi? To'g'ri, bu dunyoda ham rohat bor, lekin u o'tkinchi va noqisdir. Hech kim dunyo rohatida oxirigacha turmaydi. Unda haqiqiy va abadiy rohat qachon bo'ladi? Mo'min banda qachonki qadamini jannatga qo'yganda haqiqiy rohat, abadiy saodatga erishadi azizlar. Xo'sh, jannat o'zi qanday joy? Unda nimalar bor? Bu kabi savollar hamma uchun qiziq. Jannat g'ayb masalasi bo'lgani uchun u haqida dalilsiz taxmin bilan gapirish mumkin emas. Yuqoridagi savolga suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari javob bergan ekanlar. U zotdan ham jannat haqida so'ralganda, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis Imom Buxoriyda keladi. Aytadilar, Rasulimiz alayhi salatu va sallam shunday dedilar: "Qolalloh, Alloh shunday dedi: A'tadtu li ibadi solihin ma la aynun ra'at va la udhunun sami'at va la khatara ala qalbi bashar." Ya'ni solih bandalarimga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, biror insonni xayoliga kelmagan narsalarni tayyorlab qo'yganman dedi. Imom Buxoriy rivoyat. Ha azizlar, Alloh bizga jannatda shunday narsalarni tayyorlab qo'yibdiki, ko'zimiz ko'rmagan, quloqimiz eshitmagan, biror insonni xayoliga kelmagan ne'matlar bor. Mana shunga intilyapmiz. Alloh taolo bandalarini jannatga qiziqtirish uchun Ar-Rahman, Voqea surasi, G'oshiya, Inson va yana bir qancha suralarda jannat sifatlarini bayon qilib bergan. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham o'zlarini juda ko'p hadislarda jannatni vasf qilganlar. Vasf qilganda ham ko'zlari bilan ko'rib sifatlaganlar. Jannat bu katta mavzu azizlar. Hatto u haqida ulamolar alohida kitoblar, risolalar yozganlar. Shuning uchun uni ehtimol biz bir suhbatda bayon qilishligini imkonini topolmaymiz. Avval ham bir oz jannat haqida gapirgan suhbatlarimiz bor, ammo to'la bayon qilishlik uchun 1-2 suhbatlar kifoya qilmaydi. Biz bugun siz bilan jannat sizga muborak degan mavzuda suhbat qilar ekanmiz. Bir oz mana shu jannatni o'zi haqida ma'lumot olishlikka harakat qilamiz. Siz azizlarga aytmoqchi bo'lgan jannat vasfi u qisqacha tanishish deb qabul qilasiz. Qur'on oyatlari va sahih hadislarda kelgan jannat vasflarini sizlarga ilindik. Bu dunyo tugab, qiyomat qoyim bo'lganidan keyin barcha insonlar so'roq savol, hisob kitoblardan o'tib bo'lganlardan keyin mu'minlar farishtalar qurshovida jannat sari ketib bormoqdalar. Har bir ummatni oldida o'z payg'ambar uzoqdan juda ham xushbo'y, o'ta yoqimli muattar hid taralmoqda. U jannatning hidi. Uning xushbo'y ifori 40 yillik masofadan, ba'zi rivoyatlarda 100 yillik masofadan, ba'zilarda esa 500 yillik yoki 1000 yillik masofalardan kelib turadi deyiladi. Tasavvur qiling, jannatga yetib borishga 1000 yil hali yo'l bor, lekin jannatning hidi kelib turadi, muattar hidi. Bu masofalarning har xilligi insonlarning amallariga ko'ra bo'lar ekan. Shunda insonlar bor ekanki, ular hatto 1000 yillik yo'ldan jannat hidini hidlar ekan. Shunday insonlar bor ekanki, ular 100 yillik, 50, 40 yillik masofadan hidini bilar ekan. Amallarga qarab hidlar bilinar ekan. Mana shu muattar hidlar ila jannat tomon borar ekan. Uzoq yo'l yurilgandan so'ng butun haloyiq jannat eshigi oldida to'planadi. Lekin oldinga borishga hech kim jur'at qila olmaydi. Hech kim. Shunda yig'ilganlar orasidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam chiqarkanlar-da eshik tomon yurib borar ekanlar. Va uni halqasini taqillatadilar. Ichkaridan Rizvon, ya'ni jannat qo'riqchisi, "Man huwa? Kim u?" degan ovoz eshitilar ekan. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Men Muhammadman" deyar ekanlar. Rizvon, "Sizdan oldin birorta kishiga eshikni ochmaslikka buyurilgan edim" deyar ekan.
eshik ochilib, hamma ichkariga kira boshlaydi. Jannatning 8 ta eshigi bor azizlar. Hatto ba'zi rivoyatlarda 13 ta ham deyilgan. Har bir eshikni o'z nomi bor. Kimki ahli namoz bo'lsa, Bobus salot degan eshigidan, ya'ni namoz eshigidan. Roza ahli esa Bobur rayyon, rozadorlar uchun ajratilgan eshikdan kiradi. Bu dunyoda ko'p sadaqa qilganlar esa Bobus sadaqa eshigidan kirar ekanlar. Ammo bilasizmi azizlar, mana shu hamma eshikdan u zotni ismi tilga olinadi. U Bobus salot bo'lsin, Bobur rayyon bo'lsin, Bobus sadaqa bo'lsin, bu buyuk sahoba Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'lar ekanlar. Alloh bizni ham nomimizni chaqirishni nasib qilsin. Jannat ahli jannatga kirar ekanlar, har bir eshik oldida farishtalar kutib oladi. Ular kirayotganlarga qarab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Sabr qilganingiz uchun sizlarga salom bo'lsin. Bu oqibat diyori qanday ham yaxshi deyar ekan. Endi tasavvur qiling azizlar, mana shuni eshitganda mu'minlarda shunaqa bir huzur paydo bo'lar ekan. Chunki siz bu dunyoda bir yangi narsa kiyib olsangiz, do'stingiz ko'rib muborak bo'lsin, qutlug'i bo'lsin desa, yoki bir yangi markab olasizmi, yangi nimadir ne'mat sizga berilgan bo'lsa, buni boshqalar qutlasa, siz xursand bo'lasiz. Endi jannatga kirib kelayotganingizda farishtalar sizni shu jannatga kirishligingizni qutlayaptilar. Salamun alaykum deyapti. Assalomu alaykum. U dunyodagi mashaqqat, mushkulliklarga sabr qilgani deylar. Mana endi oqibat diyori qanday ham yaxshi kiringlar. Hammani jannat tomon yo'naltirib turar ekanlar. Ular jannatga kiraverishda bir chashmaga borib poklanadilar. U yerda bir chashma bor. Mana shu chashmada yuvingan inson shunday bir go'zallashib ketadi. Ularga jannat ne'matlari yog'iladi. Hatto badandagi tuklardan xushbo'yliklar taraladi. Sochlar go'yo atirli moy surilgandek holatga kelib qoladi. Ustilarida ipak va shoyilardan bo'lgan ko'zlarni yashnatuvchi eng go'zal liboslarni kiyar ekanlar. Jannatga kirgan insonlarning yuzlari xuddi Badr kechasidagi to'lin oy kabi bo'ladi. Ba'zilari hatto charaqlagan yulduz kabi bo'ladi. Ular u yerda hojat qilmaydilar, tuflamaydilar, burun qoqmaydilar. Insonni tabiatiga ta'sir qiladigan birorta nojoiz harakat yo'q. Kelishgan, bo'ylari uzun, Odam alayhisalom kabi 60 ziro bo'ladi. Jannat ahli soqolsiz bo'lar ekan azizlar. Ko'zlari tim qora bo'ladi. Ularning yoshligi ketmaydi, hech qachon qarimaydilar. Kasal ham bo'lmaydilar. Kiyimlari ham eskirmaydi. Jannat ahli 33 yoshda bo'lar ekan. U yerda kecha bo'lmaydi, nurli kunlar bo'ladi. Jannatga kirgan inson mana shu joyda abadiy qoladi inshaalloh. Jannatda ixtilof, bir-birini yomon ko'rish, yolg'on, haqorat, koyish, ozor, bo'xton, botil gaplar, ko'ngillarni behuzur qiladigan biror og'iz so'z ishlatilmaydi. Jannatdagilar faqat yaxshi va yoqimli so'zlarni eshitadilar xolos. Ahli jannatni rohat farog'ati bu bilan tugamaydi azizlar. Farishtalar sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin, xush keldingiz. Bas unga abadiy qoluvchi bo'lgan holingizda kiringiz deydilar. So'ng ularni vildonlar, ya'ni jannatning yosh xizmatchilari sevinib qarshi oladi. Uzoq vaqt yaqinlari bilan ko'rishmagan dunyo bolalaridek xursand bo'lib ketadilar. Ularning atrofida gir aylanib, "Quvoning, shodlaning, qarang, Alloh taolo sizlarga ne'matlarni ato qilibdi" deb suyunchi ulashadilar. Jannatda doim tebranib turuvchi, o'zidan muattar hid taratuvchi rayhonlar, go'zal qasrlar, to'lib oquvchi anhorlar, pishib yetilgan turli xil mevalar, go'zal va chiroyli juftlar va boshqa ko'pdan ko'p ziynatlar bo'ladi. Qasrlari kumush va oltin g'ishlardan, loyi mushka ambardan, toshlari dur va yoqut, tuprog'i za'faron va oppoq mushkdan iborat bo'lar ekan. Jannatiy banda o'z maskaniga yetib borgach, marjonlardan iborat sohil ustiga qurilgan qizil, sariq va yashil rangli turfa qil tovlanayotgan ko'shkka nazari tushadi. Boshini ko'tarib nur sochayotgan ko'shning shiftiga asta qaraydi. Agar Alloh taolo ularning ko'ziga quvvat bermaganida, bu yorqinlikdan ularning ko'zi ko'r bo'lib qolardi. Ko'zlarini shiftdan olar ekan, qoshida huru aynlar, buloq bo'yiga qo'yilgan qadahlarni, tizib qo'yilgan yostiqlarni va to'shalgan gilamlarni ko'radilar. Suyunib ketar ekan jannat ahli azizlar. Alhamdulillahillazi hadana li hada va ma kunna linahtadiya laula an hadana Alloh deb yuborar ekanlar. Bizlarni bu ne'matlarga yo'llagan zot Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Agar bizni Alloh hidoyat qilmaganida hargiz yo'l topa olmas edik deydilar.
Ular jannat taomlaridan yeydilar, sut, sharob, asal to'la daryolardan ichadilar. U daryolarning yerlari kumushdan, toshlari marjon, tuprog'i esa mushk, o'tlari za'farondan bo'lar ekan. Bulutlardan juda muattar hidli mayin yomg'irlar yog'adi. Jannat ahlini o'zlariga asli kumushdan bo'lgan dur, yoqut, marjonlar bilan ziynatilgan qadahlar berilar ekan. Lekin bu maylar dunyo maylari kabi bo'lmaydi azizlar. Jannatdagi maylar boshqa may. Jannatdagi barcha daraxtlarning tanasi oltindan bo'lar ekan. Jannatda xurmo daraxtlari ham bo'ladi. Uning tanasi zumraddan, novdasi qizil oltindan, barglari jannat ahli uchun yopinchiq, ularning zebi ziynat va bezaklari ham xurmoning novda va barglaridan bo'ladi. Mevalari ko'zaday bo'lib, sutdan oq, asaldan shirin, yog'dan muloyim bo'ladi. Unda danak bo'lmaydi. Jannatda bir daraxt bor ekan. Ot mingan kishi uni soyasida 100 yil yursa ham uni kesib o'ta olmaydi ekan. Mana shu sizga azizim, sizni daraxtingiz inshaalloh. Unda uzum, anjir, banan va bundan boshqa mevalar ham bor. U yerda ba'zi insonlar dehqonchilik qilib tog'day xirmon qilar ekanlar. Jannatda turli xil meva-chevalar va go'shtlar bo'ladi. Mevalar bu dunyodagi mevalarga o'xshash bo'ladi, ammo bu o'xshashlik faqat ismi va shaklida, ta'mlari esa butunlay boshqacha bo'lar ekan. Mevalarni uzib, oson tanovul qilish uchun daraxt shoxlari egib qo'yilgan bo'ladi. Jannat ahlilari bu mevalarni qanday xohlasalar shunday tanovul qiladilar. Xohlasalar tik turib, xohlasalar o'tirib, xohlasalar yonboshlab, xohlasalar yotib mashaqqatsiz tanovul qiladilar. Og'izlariga olib bormay, o'rnida yana boshqasi paydo bo'lib qolaveradi. Farishtalar esa rohatlanib ovqat yeyotgan jannat ahliga qarab, kulu vashrabu hani'a deb turadilar. Yenglar, ichinglar, osh bo'lsin deydilar. Chunki bu dunyoda mashaqqat qilib o'zingizni qiynagan edingiz, Alloh qaytargan ko'p narsalardan qaytgan edingiz, endi uni rohatini ko'ring deb turar ekanda farishtalar. Allohim mana shu kulu vashrabu nidosini eshitishda hammamizga nasib qilsin. Jannat 8 ta bo'lib, ularning nomlari bor ekan azizlar. Firdavs jannati, Adn jannati, Ma'vo jannati, Naim jannati, Xuld jannati, Qaror jannati, Dorus salom va Darul muqoma, mana shunday jannatlar bor. Firdavs jannati eng yuqori va eng oliy jannat. Undan jannatni 4 anhori oqib chiqar ekan. Uning ustida arsh bor. Mana shu Firdavs jannatini so'rashga buyurilganmiz. Eng oliysini so'rang. Allohim jannatul Firdavsga nasib qilgin deb duo qilishlik lozim. Jannatda darajotlar bo'lar ekan azizlar. 100 ta daraja bor ekan. Har bir daraja osmon bilan yer orasicha. U darajalar iliyinning eng yuqorisida nihoyat topadi. Jannat ahlining eng quyi darajasiga kirgan banda uchun 80 mingta xizmatchi berilar ekan. Endi jannatning eng yuqori darajasiga beriladigan ne'matlar haqida o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Birinchi darajani hovlilari, uylari, eshiklari, so'rilari, kalitlari kumushdan bo'lsa, ikkinchi darajani hovlilari, uylari, eshiklari, so'rilari oltindan, uchinchi darajaniki yoqut, dur, zabarjatdan bo'lar ekan. Qolgan 97 darajasini qanday ekanini faqat Alloh o'zi biladi. Jannatga kirgan bir ahl bor. Bilasizmi ular kim? Qur'on egalari. Jannatga kirganda o'qi va ko'taril derkan ularga. O'qi va ko'taril. Ular Qur'onni o'qir ekan va har bir oyatida bir daraja ko'tarilib boraverar ekan va uni to'xtagan joyi oxirgi manzili bo'lar ekan. Jannatda ustma-ust qurilgan xonalar bor ekan. U taqvodor bandalarga beriladi. U qizil yoqut, yashil zabarjat va oppoq durdan qurilgan bo'lar ekan. Jannat ahli u boloxonalarini xuddi ufqning sharqi yoki g'arbidagi yulduzlarni ko'rgandek ko'rib tomosha qilib o'tirar ekanlar. Bu dunyoda do'st bo'lib bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rganlar qizil yoqutli ustunlar ustidagi 70 ming boloxonalarda bo'lar ekanlar azizlar. Bu dunyoda bir-birimizni yomon ko'rish o'rniga yaxshi ko'raylik-da. Mana shu 70 ming boloxonalarda joylanaylik. Ularning husni dunyo ahliga quyosh qanday nur sochsa, jannat ahliga shunday nur sochib turar ekan. Alloh yo'lida do'stlashganlarning yuzidan chiqayotgan nurni, go'zalligini ko'rish uchun boshqa jannat ahllari yuringlar, Alloh yo'lida do'stlashganlarni ko'ramiz deb chaqirar ekanlar. Qachon ularni ko'rsalar, ularning husnlari, go'zalliklari jannat ahliga nur taratib turadi, xuddi dunyo ahliga quyosh nur sochgandek. Ularning ustilarida ipakdan bo'lgan go'zal liboslar bo'lar ekan. Ularning peshonalariga ular Alloh azza va jalla yo'lida bir-birlarini yaxshi ko'rganlar deb yozib qo'yar ekan.
Azizlar, bu dunyoda hadeb bir-birimizni g'iybat va ig'vo qilib, bir-birimizni ranjitib yurgandan ko'ra bir-birimizni yaxshi ko'raylik-da, jannatdagi mana shu ne'matlarga musharraf bo'laylik. 50-yindagilar ahli jannatga qaraydi. Agar ulardan birortasi boshqa jannatga tashrif buyursa, yuzini nuridan jannat yanada yorishib ketar ekan. Shunda jannat ahli bu qanday nur deyarkanlar. Ular 50-yin ahlidan itoatli, rostgo'y, yaxshi banda tashrif buyurdi deyarkanlar. 50-yin ahlini xuddi ufqni nur sochib turgan yulduzni ko'rgandek ko'rib turar ekanlar. Abu Bakr bilan Umar radhiyallohu anhumolar mana shu 50-yin ahllardan bo'lar ekan azizlar. Jannatda bir boloxona bo'ladi. Uni tashqarisida, ichkarisi tashqarisidan ko'rinib turadi. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bu joy shirin so'zli, ochlarga taom beruvchi, ro'zani bardavom tutuvchi, insonlar uxlab yotgan paytda qoyim bo'lib namoz o'quvchi, salomni keng yoyuvchi mu'minlar uchun tayyorlangan bo'ladi degan ekanlar. Qarang, go'zal bir boloxona, ichkarisidan tashqari ko'rinadigan shunday bir go'zallik. Ba'zi boloxonalarning ostida ustuni bo'lmas ekan, qarang. Shundoq bo'lar ekan, ustunsiz. Bunday boloxonalar kimlarga nasib qiladi deng? Kasal, azob, uqubat va sinovlarga sabr qilganlar uchun berilar ekan. Bizni eshitayotganlarning ichida bemorlarimiz bo'lsa, ba'zi azob, uqubat va sinovlarga sabr qilaylik. Ozgina sabr qilib tursak, mana shunday jannatdagi ustunsiz boloxonalarda rohatlanamiz ekan inshaalloh. Qiziq, hech o'ylaganmisiz muhtaram azizlar? Jannatda ham bozor bor ekan. Uni farishtalar o'rab turar ekan. Jannatiylar unga har juma kelar ekanlar. So'ng shamol esib, ularning yuzlari va kiyimlariga mushk sochadi va ularning husni jamoli ziyoda bo'ladi. Undan mana shunday go'zal holda qaytadilar. Jannat bozorida ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, xayolga kelmagan narsalar bo'lar ekan. U yerda xohlagan narsa beriladi, lekin sotib olish bo'lmaydi. Mana shu bozorda jannat ahllari bir-birlariga yo'liqar ekanlar. Bu yerda ayol erkaklarning qiyofalari bo'ladi. Kim bir suratga kirishni xohlasa, o'sha qiyofaga kirar ekan. Tasavvur qiling, bir bozor, kirib boryapsiz. Har xil ne'matlar bor. Xohlagan qiyofani tanlab olish imkoniyati ham bor ekan. Bozori shunday bo'lar ekan. U bizga o'xshab o'rda sotdi, bir-birini aldadi joy emas, u yerda bozor. Ular jannatlarda bir-birlari bilan dunyoda qanday bo'lganlari, Allohga qanday ibodat qilganlari, qanday qilib kechalarni bedor, kunduzlarni qoyim o'tkazganlari, dunyodagi faqirlik va boylik qanday ekani, o'lim qanday kechgani va shuncha sinovlardan keyin qanday qilib jannatga kirganlarni eslashib o'tirar ekan. Ha azizlar, bir oz qiyinchilik, ozgina charchaganimizda besabrlik qilmasligimiz kerak ekan. Inshaalloh mana shunday sinovlardan o'tganimizdan keyin jannatda, bozorda bir-birimizni tanib o'tirib, esingizdami, u dunyoda mana shunday qiyinchiliklarni ko'rgan edik. Allohga shukr, mana rohatini ko'ryapmiz deyilar ekan. Inshaalloh mana shunga nasib qilsin. Jannatda bo'yni xuddi tuyani bo'ynidek keladigan qushlar bor ekan. Egasining qo'lida saf tortib turar ekan. U o'z egasiga: "Ey Allohning do'sti, men arshning ostidagi jannat yaylovlarda boqilganman. Tasnim buloqlardan ichganman. Meni yegin" deb turar ekan. Shunda kishini hayoliga uni tanovul qilish keladi. Va shu zahot qush uni oldida turli xil taomlarga aylanib qoladi. Undan xohlagancha yeydi. To'yganidan so'ng qushning suyaklari jamlanib, qaytib jannatni xohlagan joyiga yana uchib ketadi. Shuncha ne'matlar ko'rildi. Bandalar bir joyga to'planganda Alloh so'rayapti: "Yana biror narsa xohlaysizlarmi?" Ular aytar ekan: "Hey Robbim, yuzimizni yoriq qilmadingmi? Jannatga kirgizmadingmi? Bizga do'zaxdan najot bermadingmi? Bundan ortiq yana nima kerak bizga?" deyar ekan. Shunda parda ochiladi va jannat ahllari Alloh taoloning jamolini ko'radilar. Jannat ahli uchun bundan ortiq katta baxt, bundan ortiq katta ne'mat bo'lmaydi azizlar. Ha, jannat mana shunday joy. Ammo mana shu jannatga kirishlik yo'lini to'g'ri topib olishimiz kerak. Keyingi paytlarda jannat sifatini aytib, jannatga kirishlik uchun faqatgina ba'zi bir sanoqli amallardangina iborat deb o'rgatilish bo'lyapti. Odamlar chalg'itayotganlar bor. Mana bu ishni qilsangizgina jannatga kirasiz. Hatto odam o'ldirib qancha gunohlarni qilib johilona kimsalar jannatga da'vat qilyapti. Shuning uchun biz bu turkum suhbatimizda jannatga eltuvchi go'zal amallar haqida so'z yuritamiz azizlar.
Biz yuqorida hozir jannat sifatini aytganimizda shu jannatga bo'lgan ishtiyoqingiz ortgan bo'lsa, endi keyingi suhbatlarimizda mana shu jannatga kirishlik uchun payg'ambarimiz alayhissalom bizga bergan tavsiyalarini eng sahih hadislari orqali siz azizlarga yetkazamiz inshaalloh. Alloh hammalarimizni jannat darvozasi oldida ko'rishmoqligimizni, jannatda esa payg'ambarimiz alayhissalom bilan suhbat qilmoqligimizni nasib qilsin. Allohning diydoriga musharraf bo'laylik. Muhtaram azizlar, aziz muxlislarimiz, siz azizlar bilan jannat sizga muborak deb nomlangan turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Suhbatlarimizga sidqi dil ila quloq solib turgan hammalaringizni va kamina xodimingizni Alloh jannatida mehmon aylasin. Azizlar, biz sizlarga jannat haqida va jannatiylarga berilajak mukofotlar haqida Alloh qodir qilganicha qisqa bayon berdik. Zero jannatni to'laligicha vasf qilishlikka hech bir notiq va hech bir kotib qodir emas. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonni hayoliga kelmagan ne'matlar bo'ladi deb turgandan keyin buni hammasini bildirishlikka ojizmiz. Biz Rasulimiz alayhissalot vasallam bizga o'rgatganlarini ojizona sizlarga izhor qildik. Keling yaxshisi jannatdagi bu ne'matlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, tanamiz bilan his qilishlikni Allohdan so'rab duo qilaylik-da, bu ishni oxiratga qo'yaylik. Allohim hammamizni jannatida mehmon qilib o'z ko'zimiz bilan ko'rishlikka nasib qilsin. Ha azizlar, jannatni umid qilib Allohdan so'rab duo qilish kerak. Siz azizlarga Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan go'zal bir hadisni izhor qilgimiz keldi. Zero jannat haqida gapirar ekanmiz, mana shu hadisdan gapirishlikni lozim topdik. Hadis ikki shayx va Termiziy rahmatullohi alayhi tomonidan rivoyat qilingan. An Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam, Rasulimiz alayhi salat va sallam shunday dedilar: "Uridat alayya al-umam, fa akhadha an-nabiy yamurru ma'ahu al-umma, wan-nabiy yamurru ma'ahu an-nafar, wan-nabiy yamurru ma'ahu al-ashara, wan-nabiy yamurru ma'ahu al-khamsa, wan-nabiy yamurru wahda." Ya'ni Rasulimiz alayhi salom aytibdilar: "Menga u dunyoda ummatlar ko'rsatildi." Ya'ni ko'z oldingizga keltiring, qiyomat qoyimda bo'ladigan holatni Rasulimiz alayhisalom aytibdilar. Menga ummatlar ko'rsatildi. Bas bir payg'ambar o'ta boshladi. U bilan birga bir ummat bor edi. Ya'ni bir qancha ummat birga bor edi. Yana bir nabiy o'tdi, u bilan bir necha nafar bor edi. Bir nabiy o'tdi, u bilan 10 ta ummati bor edi. Bir nabiy o'tdi, u bilan 5 ta ummati bor edi. Yana bir nabiy o'tdi, u o'zi o'tdi yolg'iz. Hadisni mana shu joyiga kelganda yuragingiz to'lqinlanyaptimi aziz birodar? Bizni ummat qayerda ekanlar? Biz nima holatda ekanmiz? Boshqa payg'ambarlarni bittadan, 10 tadan yolg'iz o'tgani bo'libdi. Bizni holimiz nima? Hadisni davomida Rasulimiz alayhisalom aytibdilar: "Fa nadartu fa idha sawadun kathir." Man qarasam uzoqdan ko'pgina qora ko'rin. Faqultu ya Jibril, men aytdim: "Ey Jibril alayhissalom, haulay ummati, mana shu ko'ringan ko'pgina qoralik meni ummatimmi?" dedim. Qol, Jibril alayhissalom, "La" dedilar. "Yo'q. Walakin undur ila al-ufuq." Lekin ya Rasululloh, ufuq tomonda ko'rsatilar. Ufuqqa qarang. Fa nadartu fa idha sawadun kathir. Ufuqqa qarasam juda ham ko'p qop qoralik ko'rindi. Ya'ni odamlar kelayotganda tumonat qora bo'lib ko'rinadi-ku. Mana shunday ko'rindi. Shunda Jibril alayhissalom menga qarab: "Ana o'shalar sizni ummatingiz. Ularning oldilarida esa 70 mingtasi bor. Ular hisob ham, azob ham qilinmaslar" dedi. Alloh. Mana bu Rasulimiz alayhissalomning ummati azizlar. Payg'ambarimiz alayhissalom "O'lima" dedilar. Nima uchun dedi? Nega ular hisobsiz jannatga kiradilar? Jibril alayhissalom aytdilarki: "Kanu la yaktaun va la yastarqun va la yatatayyarun va ala robbihim yatawakkalun."
o'sha 70 ming jannatga hisobsiz kiradiganlarning sifatlarini aytdilar. Ular dedilar, hisob qilinmasdan kiradigan 70 mingtalar alohida toifalar. Ular shundaylarki, kuydirish ila davolanmas, shirk odatiga ko'ra dam soldirmas va fol ochtirmas va robbilariga tavakkal qilarlar dedilar. Qarang, kuydirish ila davolanmas degani o'sha davrni johiliyatida ma'lum bir tamg'alarni, shakllarni tanasiga kuydirib bossa, go'yoki dardlarga shifo bo'ladi degan shirkona odat bo'lgan va shirkona dam soldirish bo'lgan. Bizda Qur'oniy dam soldirish bu boshqa narsa. Ya'ni Allohdan boshqa narsadan shifosini umidini qilib dam solish va fol ochtirish. Mana shulardan saqlanib, o'zini robbilariga doim tavakkal qilgan kimsalar ana shu 70 mingning ichida dedi. 70 ming ichida siz bilan biz ham bo'lishni Allohdan so'raylik. Chunki Rasulimiz alayhisalom shu gapni aytishlariga faqoma ilayhi ukkasha, ularning ichida ukkasha bor edi, o'rinlardan turdilar. Rasulimiz alayhisalomning oldilariga kelib, "Ud'ulloha ay yaj'alani minhum" dedilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menga duo qiling, o'sha 70 mingning ichida men ham bo'lay dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vassalam Allohumma ij'alhu minhum deb duo qildilar. Allohim ukkoshani o'sha 70 ming ichida qilgin dedilar. Buni ko'rgan bir yana boshqa sahoba o'rnidan turib ketdi-da, menga ham duo qiling ya Rasululloh dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom unga qarab, sabaqaka biha ukkasha dedilar. Ukkosha sendan o'tib ketib qoldi dedilar. Ha azizlar, Ukkosha radhiyallohu anhu bu gapni eshitishlarigayoq payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan duo oldi. Biz Rasulimiz alayhisalomdan duo olishlikka hozir imkoniyatimiz yo'q-u, ammo lekin Alloh azza va jallaga duo qilish imkoniyatimiz bor. Allohdan so'raylik. O'sha 70 ming hisobsiz kiradigan ummatning ichida Alloh bizni ham joylasin. Buning uchun Allohdan mana shu Jabroil alayhisalom o'rgatgandek holatda hayot kechirishligimizni, bekorchi amallardan, bid'at va xurofatlardan, shirkona amallardan panoh so'rab bundan qochishligimiz kerak. Follarga ishonishlik u turli holatlardan o'zimizni olib qochishligimiz va Allohga tavakkal qilib hayot kechirib borsak, inshaalloh o'sha 70 ming hisobsiz jannatga kiradiganlar ichida bo'lamiz. Ha azizlar, jannatni so'rash kerak, umid qilish kerak, orzu qilish kerak. Jannat kimga birinchi nasib qiladi biz buni bilmaymiz, ammo yuqorida siz azizlar bilan qilgan suhbatimizda payg'ambarimiz alayhisalom jannatni birinchi bo'lib darvozasini taqillatishliklari yu u zotni birinchi kirishlari haqida xabar bergan edi. Ammo bir hadis bor ekan. Rasulimiz alayhisolatu vassalam aytadilar: "Avvalu man yumsik bi halaqil janna ana." Jannat halqasini birinchi bo'lib ushlaydigan menman dedilar. Ya'ni jannat darvozasini birinchi bo'lib men ushlab taqillatib kiraman deganimda, fa iza imra'atun tunazi'uni turid an tadkhulal jannata qabli. Birdan bir ayol paydo bo'ladida, u ayol jannatga mendan oldin kirmoqchi bo'lib harakatlanadi, tortishadi. Ya'ni men kiraman jannatga deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan oldin darvozaga kelib oladi ekanlar. Ayol kishi. Qultu, aytdim Jabroilgaki, "Man hadiki ya Jibril?" Ey Jabroil alayhisalom, kim bu ayol? Jabroil alayhisalomning javobini aytsam, bugun bizni suhbatimizni eshitib turgan qancha onaxonlarimizni yig'lashi aniq. Jannatdan birinchi kirishlikka loyiq bo'lgan onalar yig'isi bo'ladi. Eshiting, Jabroil alayhisalom nima dedilar? Bu ayol shunday ayolki, eri olamdan o'tgan va bu ayolga eridan farzandlar qolgan. Ayol mana shu bolalari uchun boshqa oila qurishlikdan yuz o'girgan. Ha azizlar, bolam chaqam deb bolalari erta sag'ir yetim qolgan ayol, agar boshqa erga tegsam bolalarimga qiyin bo'lmasin deb bolalarini tarbiyasi uchun o'zini fido qilgan onalar Rasulimiz alayhisalom bilan jannat darvozasida birinchi kirishligini tortishlikka haqli ekanlar. Bunday onalarimiz qancha bor? Otamiz olamdan o'tib, bolalarim uchun o'zimni fido qildim degan qancha onalarni bilamiz. Bugun mana shu suhbatimizga quloq solib turgan mushtipar onalar, mana shunday jasoratlik opa-singillar, Alloh sizlarga hayotingizni taqvo, go'zallik, ibodat bilan o'tkazib, u dunyoda jannat darvozasi oldida
payg'ambarimiz alayhissalom bilan darvozaga kirishlikni talashadigan, men avval kiraman deydigan muslimalardan bo'lishlaringizni Alloh nasib qilsin. Jannatga kirishlikka harakat qilib, amalini ham qilib borib Allohdan duo qiling. Inshaalloh siz azizlar bilan kelgusi suhbatlarimizda payg'ambarimiz alayhissalom bizga jannat yo'lini ko'rsatib, mana bu ishlarni qilsangiz jannatga kirasiz deb dalolat bergan hadislari haqida suhbatlarimizni davom ettiramiz. Alloh siz azizlarni va bizlarni jannatida mehmon qilsin. Jannat muborak bo'lsin. Muftiy Nuriddin domla hazratlari